Assalamu alaykum, hörmətli televizor köykülər. Siyasət meydanı proqramımıza xoş gəldinglər. Bugünkü proqramımızda chet ellərdəki tonulğan yosh jurnalist, obzorchimiz Parat Yo'rinqash apandi bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringlarda bo'ladi. Parat Yo'rinqash apandim, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Biz sizni mushu televizor ekrani orqali ko'rayotgan o'zi yillar bo'ldi. Ya'ni biz sizni televizor ekrani orqali bir ya'ni Bundaq kelib qolgan muxbir salohiyati bilan tanıyotimiz, ammo sizdan kelib chiqqan yani axborot sohasida ekanligini anglayapman. Ham o'zliksiz yani Erkin Osiyo radiosi va boshqa torbetlarda obzorlaringiz o'zliksiz e'lon qilinadi. Sizning yana bu qisqacha bir hayotingizni menimcha ko'p insonlarga noma'lum deb bir nuqta deb qarayapman. Yani o'zingizni bir televizor ko'ruvchilarimizga qisqacha bir tunishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ladi Abdurahmon apandim. Oldi bilan sizga bu alaydan Gollandiyadan bu programni ishlash uchun bu yerga kelganligingiz uchun ham shunday qilib ziyorat qilish uchun qimmatli vaqtingizni ajratib qilganingiz uchun sizga alayda rahmat aytaman. Shunday qilib shu fursatdan foydalanib turib, bu Erk televiziya stansiyasini, ya'ni Uyg'urcha Erk televiziya stansiyasininki qurilib rasmiy bu anglitishni boshlaganligiga munosabat bilan sizni shunday qilib bu Erk televiziya stansiyasiga hamkorlashayotgan barliq qarindoshlarimizni yurakdan tabriklayman, muboraklayman. Muborak bo'lsin. Ishonamanki, Erk televiziyasi cho'qim bizningki milliy mustaqillik kurashimiz uchun nayet paylı hizmetlerini kılgısı da oylayman. Hoş, efendim sizinki sualınızı kessek, ben hakikaten uzun yıllardan bu yan akbaratçılık bu sahası bilen kesip bilen şoğulmatıman. Ben akbaratçılık sahası bilen şoğulmatkınımga, bu kesip bilen şoğulmatkınımga hazır 24 yıl bop kaldı. Ben üzem 1964 yılı Xotanninki lop nayesi toğulgan. Şunun için üzemden takallusununki Yo'rinqash oluşudaki sebepmiş o. Özüm Yo'rinqash deryası buyudaki lop nayesi toğulgan. 1981 yılı yani hazırki Şarkı Türkistan Şinjan Üniversitesi de buydu. Şinjan Üniversitesi'ninki Til Fakültesi'ne kabul kılıngan. 1985 yılı Til Fakültesi'ni bütügenden keyin Şinjan Radyo Televizyon Nazareti yani konkret netqa vaqtda Şinjan Xalq Radio Stansiyasi xabarlar bölümüge muxbirlikqa taqsim qilindim. 1985 yıldan tatip bu taki chet elga chiqqan 1992 yılın oxiri, yani 93 yılın 5'e kadar Şinjan Xalq Radio Stansiyasining xabarlar bölümünde o'zim tahrir muxbir partiyasi hukumat sohasiga mas'ul muxbir bo'lib 8-9 yilga yaqin xizmat qildim. Ham o'zim vatanda maxsus yozuvchilik, adabiy yozuvchilik sohasi bilan shug'ullandim. Men vatandagi har qaysi gazet jurnallarda 200 başın artıq hikoya, postlarim e'lon qilingan. Vatandagi mezgilimdan bir hikoyalar, postlar to'plami, yana bir axborotlar to'plami nashr qilingan. O'zim 1989-yili Xitoy yozuvchilar jamiyati Şinjan sho'basining a'zosi bo'lib kirgan. 1993 chet elga chiqqandan tortib hozirga qadar, ya'ni vatanda sosyalist axborotchilik bilan, ya'ni Xitoy hokimiyatining tashviqotchiligini qilgan bo'lsak, chet elga chiqib erkin dunyoga chiqqandan keyin o'zimizning erkin irodasi bo'yicha o'zimizningki millatining tashviqotini qilib kelyapmiz, o'zimizning milliy manfaat uchun xizmat qilib kelyapmiz. Ya'ni meningki axborotchilik hayotimning yerimi, ya'ni ma'lum bir qismi vatan ichidagi axborotchilik hayotim, ya'ni Xitoy kommunistik hokimiyatining tashviqotchiligini qilish bo'lgan bo'lsa asosan, ya'ni bu o'zimizning erkin irodasi bo'lmagan, ya'ni vatanning sharoiti shundaqda majbur turib shuningga chet elga chiqqandan keyin xuddi biz rasmiy erkin bir nafas olgan bo'ldik. Ham chet elga chiqqandan keyin o'zimizning erkin irodasi bo'yicha qalbimizni erkin o'yintish, o'zimizning erkin fikrini o'tirib qo'yish, xalqimizga bo'lgan tuyg'ularimizni erkin ifoda qilish prostiga bo'ldik. Shundan buyon hozir izchil turda chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari yaqinda hamkorlashib, bu o'zimning axborot sohasidagi rolimni joriy qildirib kelyapman. Masalan, 1993-yili Turkiyada Sharq Turkiston yoshlari gezitininki qurg'uvchilarining biri bo'ldim. Keyin yana shu Turkiyada qurilgan Sharq Turkiston gezitininki qurg'uvchilarining biriman. Shunday qilib 1995-yil Germaniyada tasdiqlangan Birlik jurnalininki qurg'uvchisi qatorida yer oldim. Uningdan keyin yana masalan
hozir qarindoshlarimiz ko'rayotgan Uyg'ur TV televiziyasi va Sharq Turkiston informatsion markazining boshqaruvchiligi Uyg'ur televiziyasining qurg'uvchilarining biri sifatida ya aldım. Umuman chet elda milliy tashviqotimizga oid har qanday bir faoliyat, yangilik va yoki har qanday bir izlanish bo'lsa, uning aktiv yaralashtirib keldim. 1999-yildan boshlab Amerika Erkin Osiyo radiosining ixtiyor muxbiri ham hozir shu Erkin Osiyo radiosining obzorchisi bo'lib, yana axborotchilik kasbimni davom qilib keltiryapman. Ham buningdan o'zim aytmaman. Ko'p rahmat, Farhod efendim. Bu hozir chet ellarda ya'ni Uyg'urlarning ko'payishiga erishib, yana har xil televiziya kanallari va tor betlar kundan kunga ko'payadi. Chet ellardagi ya'ni bu milliy mustaqillik haqida fikrlar yurgizilayotgan. Yani bu mesela Şarkı Türkistan Radyo Televiziyası, Uygur Televiziyası, Azatlık Televiziyası ve hem de adır bizdeki bu Erik Televiziyası. Bularning qurilishi yani sizce qanchalik bir muhim rol o'ynaydi deb qaraysiz veya ki bu haqda yani sizning ham bu shu o'z ko'z qarashlaringiz nima yani? Haqiqatan kishini mamnun qiladigan bir taraqqiyot. O'ylab baqing, hozir masalan biz Xitoyninki axborot sohasida yani tashviqot kuchi bilan bizningki Sharq Turkiston milliy harakatinki chet ellardagi tashviqot kuchini hozir silishtiradigan bo'lsak, osmon zamin ay cho'ng farq bor. Bizning texnik necha yil burunlar, 5-6 yil burunlar bizningki chet eldagi milliy tashviqot soyimiz bo'lib, bu tashviqot vositalarimiz intayin bichar bir vaziyatda. Faqatla masalan hozir chet elda taxminan 1 million atrofda Uyg'ur yashaydi deymiz, ammo bizning aytaylik barmoq bilan sanag'idek ba'zi gazetlarimiz bor. U internet saytlarimiz keyingi o yilda asosda ichilishga boshlagan, nihoyat bichar bir vaziyatda. Men aytib bichar vaziyatda uning uchun Xitoymi ba'zi Sharq Turkiston yuz bergan, ya'ni milliy harakatimizga munosabatli Sharq Turkiston yuz bergan milliy hodisalarga munosabatli nurg'un narsalarning pokitini burmalab, oqni qora qilib, ba'zi nodon insonlarimizning qalbini qaymoqtirishdimi, ba'zi muvaffaqiyatlarga erishib kelgan. Xitoyninki bu ta'tir tashviqoti qarta xalqimizni qaymoqtirish, xalqimizning ko'zini bog'lash maqsadida olib berayotgan ta'tir tashviqoti qarta bizningmi bir haqiqiy real tashviqotimiz bo'lishi kerakdi. Bu albatta xuddi sizlar boshqarayotgan bu Erik televiziyasiga o'xshash, Ozodlik televiziyasiga o'xshash, Uyg'ur televiziyasiga o'xshash shundoq mustaqil o'zimizning milliy harakati sepida o'tirib chiqqan mustaqil tashviqot vositalari orqali bu Xitoyga radiya belgilanadi, Xitoyning aptibashasini ochqili bo'ladi. Keyingi mezgillarda bu chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur jamoati ham sizlarga o'xshash shunday vatanparvar zotlar bu ishninki ahamiyatini, mohiyatini tunib yetdi. Masalan, hozir ayt xo'shalliq vaziyat borliq keldi. Keyingi yillardan buyon ayt Uyg'ur chet ellarda Uyg'ur tashkilotlari bo'lsin, mayli milliy siyosiy faoliyatchilarimiz bo'lsin, bular tarafidan tasdiqlangan Uyg'ur internet batteri, internet saytlarini aytib ko'paydi. Uyg'ur televiziya, ya'ni internet orqali taqib berilgan Uyg'ur televiziya kanallari ko'pishga başladı asta-asta ko'tarib chiqyapti. Bu tashviqot vositalari Xitoyninki yuqorqidek aldamchilik qilmishlarini, ya'ni Xitoyninki ba'zi soxtaliklarini pash qilyapti. Shundaqla ba'zi Xitoy hokimiyatiningki Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan, Sharq Turkiston xalqiga qarata yurgizayotgan zulm, besim va qirg'inchilik siyosatininki mohiyatini, ba'zi ishning mohiyatini bilmaydigan nodon xalqlarimizga, nodon insonlarimizga anglatish uchunmi nayt mühim rol oynatıdı. Bu bir işki cihetdeki bir mühim rolü. Yeni bir cihetten mesela vatan içinde boğan bazı çoğun hadiselerge, vatan içinde boğan çoğun milli meselelerge ait, hadiselerge, vakalarga ait, yani Xitoyning Sharq Turkiston'daki Uyg'ur xalqiga qilayotgan zulmga ait bazı meseleler, dalil ispatlar mushu sizlar boshqarayotgan Uyg'urcha internet saytisi ham Uyg'urcha internet televiziyalar orqali bu maxsus arxiv holiga kelib sizlarning bu to'plagan arxivinglar asosida boshqa tillarga, ya'ni ingliz tillariga, germaniya tillariga, gollandiya tillariga tarjima qilinyapti. Bu ya'ni ham xalqimizga Xitoyning zulmining mohiyatini xalqimizga anglatish, shundaqla Xitoyning silayotgan zulmining mohiyatini dalil isbotlar bilan chet elga dunyo jamoatchilik anglatish jihatida bir ko'rikli rolni o'ynayapti. Buning ahamiyatiga hargiz sal qarmaslik kerak. Meningcha bu nihoyat qudratli bir qurol. Agar biz o'zimizning mustaqil tashviqot qurolimiz bo'lmasa, uni arilib qolsak, biz hamon bir kuni biz ya'ni xalqimizning umumyuzlik kamisi naligi sapasini aytib yuqori demaymiz. Turli sabablar tufaylidan Xitoyning mustamlikasi siyosiy tufaylidan xalqimizning bu bilim ma'rifat jihatdagi saviya jihatdagi qarshimizda nihoyat cho'ng farq bor. Uning uchun
xalqimizni Xitoyninki ta'til tashviqoti qaymoqtirish rolini o'ynab kelgan ham o'ynaydi. Shu bilan aytib hushyor bo'lib, mumkin va bundan keyin mushu mayli Erk televiziyasi bo'lsin, mayli Ozodlik televiziyasi bo'lsin, mayli Uyg'ur televiziyasi bo'lsin, o'zaro hamkorlikni kuchaytirib, o'zaro moslashib, paydinpay mukammallashib, paydinpay sistemlashib, paydinpay kasblashib, Xitoyninki ta'til tashviqoti qarta Xitoyninki zulm besim siyosatininki moyitni ichish jihatda texmi foydali bir xizmat qilsa, menimcha bu bizningki Sharq Turkiston milliy harakatiga qo'shgan nihoyat zo'r bir to'p bo'ladi. Ham Sharq Turkiston milliy harakatining taraqqiy qilishi uchunmi nihoyat tarixiy bir rol o'ynagan bo'ladi. Ko'p rahmat Farhod efendim. Hozir endi bizning bu chet ellarda qilayotgan inqilob asosan ya'ni tashviqot urushi hisoblanadi. Ya'ni Yevropa, Amerika bu taraflarda bo'layotgan inqiloblarning hammasi. Yani sizning bu qitimki 7-oyning 5-kunidagi voqea haqida, masalan, chet eldagi shu milliy inqilobchilarimizning va yoki vatan ichidagi haqiqiy yana Uyg'ur yigitlarining shu tor dunyosi orqali masalan tashviqot qilishi, o'zaro masalan Shougandagi voqealarni o'tirg'i chiqarishi bevosita sababchi bo'ldi deb qaramsiz va yoki yani bu shu 7-oyning 5-kunidagi voqeaga shu Uyg'ur tor betlari qanchalik bir darajada ta'sir ko'rsatdi deb qaraysiz? Albatta siz bilasiz efendim, hozir dünya global bir dünya. Yani global dünya degeni bizde hozir dünya asosan bütünleşiyotir. Bu dünyanın bütünleşishida, globallashishida eng cho'ng muhim rol o'ynagan narsa internet aloqasi. Internet aloqasi. Bu globallikning oldingi sharti internet aloqasi, telefon aloqasi, bo'lib internet aloqasi. Endi Xitoy burun Xitoy emas. Xitoy masalan toki 1976-yilga qadar bu ishni yepilish sirtqarta siyosatni yurgizib kelgan, ham dunyodan tark dunyo oldi o'ziga mustaqil yashab kelgan. 78-yildagi 3-umumiy yig'indan keyin 11-navbat 3-umumiy yig'indan keyin ishni sirtqa ichibatdi. Hozir paydinpay Xitoy ya'ni dunyo bilan butunlash qarab yuzinyapti. Chunki dunyoni orilib, bugungi global dunyoda hech bir davlat putirab turolmaydi, ham taraqqiy qilolmaydi. Masalan, hozir qaraydigan bo'lsangiz, Xitoy iqtisodiy jihatdan bo'lsin, siyosiy jihatdan bo'lsin, harbiy jihatdan bo'lsin, texnik boshqa jihat, turli jihatlarda hozir dunyo bilan asosan giralishib ketdi. Bunda bir sharoitda tabiiy holda mayli Xitoy hozir masalan diktatorlik ostidagi bir mustabid bir davlat bo'lsa-mu, kommunistik bir partiyaning hukmronligidagi, ya'ni dunyoninki bu globallashishiga moslashishga majbur bo'ldi. Dünya mecburladı. Dünyanın taraqqiyoti Xitoyning buni majburladı. Shuning uchun Xitoy hukumatı tishini tishlab turib, o'zi xolamasa ko'ngilda internet aloqasini internetni ichibatdi. Ma'lum bir doirada albatta cheklanma, ammo yana internet bor. Sharq Turkistondan bor internet aloqasi. Shunga hozir Uyg'ur xalqininki vaziyatini va ta'sirki xalqimizningki dunyoni tushunish, dunyo bilan bo'lgan butunlashish jihatda, ya'ni internetda ma'lum darajada foydalanyapti. Zo'r besim bo'lsa-mu. Hozir meningki gelişimcha hozir Sharq Turkiston 200 ga yaqin Uyg'urcha tor sayfasi bor. İnternet qo'llanuvchilarning soni 1 milliondan oshadi ekan, ammo Uyg'urlarning bor bir 50 ming 100 ming atrofida Uyg'ur bo'lsa kerak. İnternet aloqasi orqali shug'ullanayotgan. Ammo uni hammani butunlay yuzda cheklab ketolmaydi. Uyg'urlar shunda cheklik besimga qaramay, cheklik imkoniyatga qaramasdan, ya'ni ma'lum darajada dunyo bilan butunlashish, dunyodagi yangiliklarni o'rganish, Uyg'ur milliy harakatining chet elga taraqqiyotini o'rganish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Masalan, budaqa bu yuz bergan Shougan voqeasi, uningdan keyin taraqqiy qilgan Urumchi 5-yo'l Urumchi 40-yilligidagi hodisalar mushu tüp sababi. Masalan, uni qo'pab Shouganga apirib chet eldagi bu Uyg'ur siz bir muxbiriyatiniz yo'q. Yoki bo'lmasa chet eldagi bir Uyg'ur tashkiloti bu yerdagi avvaldan tortib uni dunyoga chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari yoki sizlarningki televiziyalarning taqatqini yo'q. U yerda Shouganda bo'lgan 6-oyning 26-kuni bo'lgan irqiy hujumninki yalaqi dahshatli ko'rinishini, ichinishli ko'rinishini shu yerga Xitoylar tatgan, Xitoylar telefon orqali tatgan, uni internet liniyasi orqali dunyoga e'lon qilgan. Dunyoga e'lon qilgandan keyin butun Xitoy ko'rgan u ichinishli ko'rinishlar, vahshiy ko'rinishlarni albatta bizmi ko'rdik chet elda turib. Albatta bu ko'rinishlar dunyo tashqi dunyoga emas, Xitoyning butun ichki qismiga taralgandan keyin avtomatik holda Sharq Turkistondagi internet sayflariga kirgan bu. Kirgandan keyin u yerdagi xalqimiz buni internet liniyasi orqali ko'rgan, ko'rib g'azablangan. Ya'ni minglagan Xitoyningki ashundaq bir Uyg'urni ashu chivin olishib olgandek urib shunda vahshiylarcha unda bir ko'rinishni ko'rgan odam o'rinda o'tiramay qoladi. Undaq bir ko'rinish har qanday bir odamni quturtadi. Mana men deb yuvash degan bir odam, pulvash bir odam bo'lsin, u ko'rinishni ko'rgan odam taqat qilib turolmaydi. Chunki u ko'rinishlar nihoyat ichinishli dahshat ko'rinishlar. Ming odamningki bir Uyg'urni
çalma kesak kılıvatkan, uruvatkan, reyimsizlerce uruvatkan bir görünüşe. Bunu biz chet eldeki Uyg'urlar ko'rgandikin biz o'zimiz turayotgan davlatlarniki xalqaro qonun prinsiplariniki nimasiga asoslanib turib, uningdan chiqatmagan asosda biz tinch shaklda o'zimizning noroziligini bildirdik. Shoga vaqasi qarta bizmi internetni Xitoy taqatgan xabar topdik. Bu bir internetninki bu hozirgi global dunyoda bu internetninki aloqaning aytib muhimligini ko'rsatdi. Albatta bu ma'lum mandiyatga vaqtida bu globallashishning foydasini biz Uyg'ur xalqi bilyapmiz. Dünyanın bütünleşişinin faydasını biz mi elayapmiz? Biz internet orqali bunga ega bo'ldik. Albatta biz qo'pib vatanchilik xalqimizni qutratganimiz yo'q. Hech qaysi bir televiziya kanali yoki chet eldagi bir veb-sayt buni qutratgani yo'q. Yaqinda Xitoy markaziy televiziya stansiyasi bir film ishlab taqib butun dunyoga sazoy qildi. Butunlay yolg'on bir gap hamda. Uni qo'pib chet elda hech bir tashkilot, masalan, Shougan vaqasi bo'lgandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyining e'lon qilgan bayonot Shougan vaqasi munosabati bilan uni tafsil ko'rdim. Uningda masalan, u Shougan vaqasini paydo qiluvchi Uyg'urlarni o'tdagan, ularni yarda qilgan Xitoylarning qonun javobgarligi surishtirish, Uyg'urlarga to'lam to'lash, u yerga majbur opirilgan, Shouganga opirilgan 9 oqlik Uyg'ur ishchilarni Sharq Turkistonga yo'tkab ketib, ularni o'z o'rnida ishga o'rnalashtirish haqida ayt yo'lliq talab qo'ygan. Bu yo'lliq talabni o'tirib qo'yganlik Uyg'ur xalqini tush ketganlikmi? Biz qo'pab u yerda bir Xitoy Uyg'urni o'ttiribsa, irqiy jihatdan hujum qilsin, necha ming Xitoy kelib shu ishkir o'lkaga majbur olib Uyg'ur ishchilarni urib, dastlab qiynab qilsa, biz qo'pab bu yerda hech qanday namoyishmi qilmay, Xitoyninki nimasi bo'yicha bo'lgan vaqtida hech qanday ovozimizni chiqarmay o'tirishimiz kerakmi? Dunyoda bunday ish bo'lmaydi. Xitoy bizdan shuni talab qilyapti. Sen qo'pab chet elda namoyish qilganing uchun Shougan vaqasiga sendan ilhom olib, Urumchidagilar sening quturtishing bilan Urumchida bu vaqani paydo qildi. Bu ahmoqona bir narsa. Bizningki norozilik bildirish majburiyatimiz var Shougandagi vaqa. Har bir Uyg'urning o'zining Uyg'ur deb qaragan. Albatta, shuni biz bilan bir qatorda bu xabarni internet dengizi orqali Urumchiga kirgan, Urumchidagilar bu vaqani ko'rgan, masalan, 27-yil mening egallashimcha bu 26-yil bu vaqa bo'ldi, 27-28-yil chilardan tortib butun Urumchidagi Uyg'urcha internet kanallarida, hatto Xitoycha internet kanallarida, veb-saytlarida bu ko'rinishlar olinib yurgan. Uni ko'rgan Uyg'urlar. Ko'rgandik o'zaro xabar qilishga va oldinlama ishkirga olib majbur olib qo'ygan qizlarimizni bunda erlarimizni bunda uribdi. Necha ming Xitoy ko'rinish qarab baqinglar degan u nurg'un ko'rinishni ko'rgan Uyg'urlar avtomatik holda internet aloqasi o'zaro qilayotganlar avtomatik holda bu ko'rinishni ko'rgandan keyin o'zining noroziligini bildirish maqsad haqida bir o'rtaq fikrga kelgan, ham o'rtaq fikrga kelgan odamlar internet orqali aloqa qilishib maydonga borgan. Umumiy jarayon bu. Umumiy jarayon bu yerda qo'pib qandaqdir bu qo'pib yoki chet elda ta'sis qilgan Uyg'ur televiziyalari yoki internet kanallari yoki chet eldagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshqa tashkilotlar qutrat u bu degan bir narsa nayt kulkir bir narsa. Endi Xitoyninki biz qo'pib bayma deb o'tdim. Endi u Sharq Turkistonlik Uyg'ur xalqi Urumchidagi Uyg'ur xalqini qarab o'tirish kerakmidi? Voy mana bu shu Shouganda vaqa bo'libdi deb qo'yish kerakmidi? Uningga bir inkos qaytarish kerakda. Inkor qaytarishning yo'li nima? Bizmi tinch shaklda o'zimizning qonuniy yo'llari bilan namoyish qildik chet eldagi Uyg'urlar. Urumchidagi Uyg'urlar qo'pib bir to'qmoq pichoq tank ko'tarib chiqqani yo'q nimaga? Maydonga Xitoyning qizil bayrog'ini ko'tarib chiqqan. Biz Xitoyning qizil bayrog'ini ko'tarib maydonga chiqib, o'zining haqqoniy talablarini o'tirib qo'ygan. U talablarni xuddi bizning talablarimizga o'xshashlar, Shougandagi Uyg'urlarni degan qotillarni tutish, uning qonun javobgarligini surishtirish, uning mas'uliyatini surishtirish, Shougan vaqasini qanday bartaraf qilganligi haqida Uyg'urlarga hisob berish. Buni so'rash haqqi yo'qmi? Bunimi so'rash haqqing yo'q deb turib Uyg'urlar qarta qirg'inchilik qilib. Demak, bu yerda masalan nima desangiz, bu yerda bu global dunyo, buningdan keyin yana shunga o'xshagan voqealar bo'lsa, buningdan keyin Xitoy to'siy olmaydi uni. Agar to'sayman desa, butun internet kanallarni hammasini vayron qilib o'tish kerak, to'xtatib o'tish kerak, ammo to'xtasa butun dunyodan ayrilib qoldi Xitoy. To'xtamaydi. Uning o'ygan kontrolligini oshirishi mumkin, ammo o'zi yutamaydi. Kontrollik bo'lsa, uningdan hamon bir bo'shliq bo'ladi. Uyg'ur xalqi hamon dunyoda ma'lum bir doira ishida dunyodagi hodisalarni xabar olib turdi. Bizning vatan ishidagi hodisalarni xabar olib turamiz. Xitoyning burunga o'xshab yurib ketmaydi hozirgi hodisalarni. Degan atrofliq fikrlarimiz uchun ko'p rahmat. Oxirida yana xalqimizga aytgan qanday bir yurak so'zlaringiz bor programma, ya'ni soatimiz to'shab qoldi. Eng oxirida bir qisqa bir yurak so'zlaringizni aytsangiz. Rahmat sizga albatta bu atoyta vaqtingizni chiqarib ziyorat qilganingiz uchun Alloh sizga rahmat aytaman. Bayam deb o'tganimdek bu televiziyani taraqqiy qilish uchun tilakdoshligimni bildiraman. Albatta hozir Uyg'ur xalqi hozir mana 5-yil vaqasi o'zbeklar 100 kundan ishib qoldi. Uyg'ur xalqi hozirgacha musibat ichida. Ama bu vaqaga hozir masalan 5-yil vaqasi o'zbeklar hozir 100 kun bo'lgan bo'lsa-mu, bu vaqaning zanjirsima inkosi hozirgacha davom qilyapti. Urumchida yana Uyg'urlarni yo'shinincha o'ttirish, chepish, sulash, qiynash
hodisalari bir kunmi to'xtab qolmay hozirgacha davom qilyapti. Rasmiy Urumchidagi 5-yo'l hodisasidan keyin rasmiy Urumchida Uyg'urlar bir tarafga, Xanzular bir tarafga, ya'ni Xitoy ko'chmasi bir tarafga rasmiy ikki qutb bo'lib ayrildi. Ya'ni Xitoy hukumatiniki 26-27 yildan buyon ta'kidlab kelayotgan ikki ayrilanmaslik nazariyasi tubdan bu yerda iflos bo'ldi. Vayronchilik uchirdi. Ikki millatniki bir yerda yashamaydiganligi bu Urumchi 5-yo'l Urumchi voqeasidan keyin isbotlandi. Shunga biz bu hodisadan aytiliq sagak bo'lishimiz kerak. Hozir xalqimizningki masalan mana Urumchida nurg'un voqealarni har kundagidek yangi shohidlarni anglayapmiz. Hozir Urumchining butun turmalari Urumchi voqeasi qatnashganlar to'shib ketdi. Yaqinda Xitoy hokimiyati maxsus tunji qatam o'sha Urumchiga voqeasi ishtirok qiluvchilar deb turib, terrorist degan qalpoqni kiygizib, zo'ravonlar deb turib 6 o'g'lonimizni shahid qildi. Yana qo'pab Shogandagi sot ichib tayoq yegan Uyg'ur, o'lgan Uyg'ur turib, yana qo'pab 2-3 Uyg'urni olib, yana 5 yildan 6 yilgacha qamoq jazosi hukm qildi Shogandamda. Bundaq maqsizlik bilan dunyoda. Shunga biz chet ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlar, biz o'zimizning milliy ham vijdoniy burchimizni ado qilishimiz kerak. Milliy va vijdoniy burchimizni ado qilishimiz uchun xalqimiz bilan hamnafas bo'lishimiz kerak. Vatanchilik xalqimiz bilan bo'lgan rishtimizni uzib qo'ymasligimiz kerak. Vatanchilik xalqimiz bilan bir tan, bir vujud bo'lishimiz kerak. Ularning qo'shal bo'lganda kulishimiz kerak. Yig'ilgan vaqtida biz tang yig'ilishimiz kerak. Qayg'usiga qo'shallikqa o'rtoqlashimiz kerak. Bo'libmi bunda bir sharoitda, bundaq bir xalqiliq bir paytda chet ellardagi bo'libmi Erik televiziya stansiyasiga o'xshash mushundaq milliy tashviqot vositalarimizninki buningdan keyin o'ynaydigan rolini aytib sho'ng'ildi. Shunga sizlarninki Sharq Turkiston yuz bergan bo'libmi 5-yo'l qirg'inchiligidan buyon Sharq Urumchilik markaz qilgan Sharq Turkiston miqyosida yuz bergan hodisalarni yaqindan kuzatib, u yerdagi haqiqiy Xitoy hokimiyatining haqiqiy Uyg'ur xalqiga qilayotgan qirg'inchilik siyosatining mohiyatini xalqimizga, shundaq dunyo jamoatchiligiga vaqtida, paytida dalil isbotliq anglitib tursangizlar degan umid va tilakdaman. Ko'p rahmat sizga, turmushingizga o'ngishliq va sizga salomatlik tilayman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, vaqt munosabati bilan bugungi siyosat maydoni programmamiz mushayda oyoqlashdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik.